Balki o'sha uchun ham hozirgi mana to'qchilikda ham o'zimni usholar ekanman. O'zi institutda ham o'qiganimda shunaqa vaqt keldiki, menga pul kerak emas bo'lib qoldi. Menga pul kerak bo'lmagan hech qachon. Men pulsiz yasha olganman. Qanday? Prize o'yin bo'lgan, bo'ldi. Ko'chada yeyilmagan. Uyda oyim ovqat qilib qo'ygan bo'lganlar, o'shani yeganmiz. Flash ishim kerak, nimadir qilishim kerak deymiz, gaplashsa aytaman-ku. Men yo'q, endi so'ramoqchi edim, o'shanaqa narsalar yo'q bo'lmagan. O'rtoqlar bilan mayda-chuyda snekni yo'q. O'rtoqlar bilan chisti gaplashilardi, institutda. Men haligacha eslashadi. Ishga borishim kerak edi. Ostanovkada, keyingi Ostanovkada avtobusga yetib olardim. Yugurib. Rostda eslashdida, shunaqa bo'lsa, chunki ishga borishim kerak vaqtlarda men. Ishga borganda ham endi ovqat yeysiz baribir, ishxonaning ham haqqi o'tmasin, birinchi o'sha yerda ko'chadan yeb, keyin kirilardi, soatim hisoblanishi. O'zi aslida kirib o'sha yerda yesam ham bo'lardi, kirdim-ku men deb turib. Yo'q, men keyin kelyapman-ku deb anaqa qilardi. Shunga ahamiyat berishga harakat qilganman-da endi. Pul kerak bo'lmagan. Masalan, oyimdan ham pul so'rashga uyalgan, men o'shanda ko'rardim. Tomginanikiga qatqada borsam, tomgili berishar ekanda, bolalarga pul 1000 so'm, 2000 so'm, hozir o'zimiz ham beramiz. Yo'q, men oyimdan pul so'ralmaganman. Bilmayman, pul so'ralmaganda, xullas, o'sha stipendiya bo'lsa, stipendiya yetkazilgan. Kontraktlarimni shu okamga to'lab berishgan, baraka topsin. Shunaqa bo'lib ketildi. Balki o'sha uchun ham hozirgi mana to'qchilikda ham o'zimni usholar ekanman.